Aka, bugun shuni menga razgon Qanday qiling. qilib razgon yo'li bilan Bu safargi razgonimiz Yokida razgon. Aka, razgon o'zi Razgon sizlarni ishtonsiz qoldiradi. Kelinglar, bugungi videomizda shu razgon temasini to'liq obsujdat qilamiz. Qanaqa qilib siz razgonshiklarga shot bergansiz, qanaqa qilib shotingizni razgon qilmoqchi bo'lgansiz, qanaqa qilib kichkina summadan katta qilmoqchi bo'lgansiz, qanaqa qilib bu narsa sizga dopamin beradi, o'ziga tortadi va qanaqa qilib siz mediadagi treyderlarga aldangansiz, shular haqida to'liq umumiy ma'lumot beraman va undan tashqari treyderlar orasidagi ichki kuxnyani sizlarga asl yuzi bilan ko'rsatib berishga harakat qilaman. Ommaga tarqalgan hozirgi kundagi razgon nima va u nimaga olib keladi? Qo'pol qilib aytganda, sizni ishtonsiz qoldiradigan narsa shu bo'ladi. Qayerdagi professional treyderlarga qaramay, Amerika, Yevropa, hedge fondlar, katta igroklar hech qaysisida razgon degan narsa yo'q. Nabarot, ular даже brokerskiy kuxnyalarda ishlamaydi. O'zlari broker holatda futures narxlarda yoki foreksda, valyutada birga bir plichoda targ'ib qiladigan odamlar bo'ladi. Razgon temasi asosan bizda mediada paydo bo'ldi. Ya'ni mediadagi odamlar o'zlarini maqsadlarini oldinga qo'ygan holatda men targ'ib qila olmayman, men shunaqa возможностьim juda ham ko'p, buni sen ham qila olasan deb sizga psixologически qo'pol qilib aytganda travma berib, sizdan kursdan yoki VIPdan yoki depozitdan qanaqadir pribel qidirish bo'ldi. Vaholanki bunga O'zbekiston aholisini juda ko'pchiligi aldadi. Shunaqa daji odamlarda eshitdik, 1 marta bergan, 2 marta, 3 marta, 4 marta, 5 martalab birovlarga обучениyaga pul bergan, imенно razgon orqali 5 martalab birovlarga pul bergan, чтобы depozitimni razgon qilib ber deb. Bizda savol tug'ilishi mumkin. O'zi imенно razgon nima? O'zi imенно razgon brokerskiy kuxnyalarda maksimalniy plicho olib turib minimal summadan katta summaga, ya'ni full riskda, full plichoda targ'ib boshlab minimal summadan maksimal summagacha depozitni ko'tarish. Ya'ni $100 balansingiz bor, siz uni 1000 qilmoqchisiz yoki 10.000 qilmoqchisiz, siz $100 full holatda riskka kirasiz. O'xshasa o'xshadi, yo ban, yo propan degan narsani hamma tushunadi. O'xshasa o'xshadi, o'xshamasa o'xshamadi. Depozitingiz yoki 1000 bo'ladi yoki 0 bo'ladi. Xuddi shu razgon bo'ladi. Ya'ni katta risk bilan brokerskiy kuxnyalarda maksimalniy plichoda siz depozitingizni qanchadir summaga ko'tarishingiz. Vaholanki bu narsa umuman xato narsaligini o'zi ko'zimizni ochish payti kelishini hammamiz yaxshi tushunib turibmiz. Razgon O'zbekistonda ommalashishini asosiy sabablaridan biri bu oson pul topish. Trading qiyinligini tushunmagan holatda psixologически tayyor bo'lmasdan turib, bilim yetarli bo'lmasdan turib bozordan katta summa olib chiqish. Hammani maqsad, например, 100 mingta odam обучение olib o'qidi O'zbekistonda deylik, hammani maqsad boy bo'lish, pul topish. Vaholanki ularda orqasi chidamaydi 3 yillab, 4 yillab bu narsaga mehnatini sindirishga va qarabsizki razgon temasiga o'tadi. Razgon temasini Instagramda ko'rib qoldi, kimdir 400 dan 1 million qildi, kimdir 500 dan yana palon piston qildi. Shuni orqasidan u odam psixologически travmaga o'tirdi va men ham shu narsani qilaman, bir marta targ'ib qilaman, katta summani olaman, bozordan chiqaman degan fikr bilan summa taqsimlab risk qilish boshlandi. Vaholanki bu narsani, ya'ni talab bo'lib turganini ko'rib turib, bu yoqdagi qo'sh tirnoq ichidagi treyderlar o'zlarini priyomlarini o'tkazishni boshlashdi. Ya'ni qanaqa qilib desangiz, men razgonimni olaman, men misol uchun razgon qila olaman va razgon qilishni senga o'rgataman, $1000 ga sotaman deb turib 1000 ta 10 mingtalab обучение olgan odamlarga shu narsani sotishib, bu yoqdan talabga qarab, sizni talabingizga qarab turib taklif bilan chiqib shu narsani o'rgatishdi. Vaholanki orqasi yomon. Bu birinchi taklif. Ikkinchi taklif, men sendan summani olaman, men razgon qila olmayman, o'sha summani keyinchalik senga tipa 50 ga 50 ishlaymiz. Men razgon qilaman summangda. Men razgon qilaman sen berayotgan summada deb turib ikkinchi taklifni berishdi. Vaholanki bu yerda ham risk по-любому 100% sizni bo'yningizda. Bu yoqda ishlagan odam agar pribel bo'ladigan bo'lsa 50 ga 50 ishlanadi. Bu yerda pribel bo'ladimi, pribel bo'lmaydimi, sliv bo'ladimi, 10 ta akkauntdan bittasi o'xshaydi, 9 tasi sliv bo'lishini hech qachon sizga kanaliga olib chiqib turib yoki sizga chiqib turib, aka shunaqa sharoit bo'ldi, sliv qildim
degan gap bo'lmaydi, prosta blokka tushasiz, pul yo'q. Uchinchisi, mediada pul tarqatish yoki mashinalari, uy-joyi, qanaqadir olgan qimmatbaho narsalari bilan sizga psixologik udar berish. Ya'ni siz ichingizda bu narsalarni ko'rgandan keyin men ham shu narsani qila olmayman, men ham obeshniy odamman, menda ham o'sha $500 qilayotgan razgon qilmoqchi bo'lgan summasi bor-u degan psixologik udar bilan sizni aldagan holda o'sha summangizni qanaqadir bir yo'nalishga olib tushib turib, qanaqadir baribir manfaat ko'rish bo'lyapti sizdan. Qo'pol qilib aytganda, mediadagi hamma treyderlarni orqasida, ichida qanaqa situatsiya bo'layotganini, orasida qanaqa situatsiya bo'layotganini, qayerdan asosiy dohod kelayotganini faqat o'zi biladi. Tradingdan haqiqiy targ'ibot qilib, professional bozorga yondashadigan odamdan hech qachon razgon so'zi chiqmaydi. Qo'pol qilib aytganda, u trader umuman razgon temasiga aralashmaydi, bozorga prям ideal professional yondashadi va unda disiplina bo'ladi. Haftalik, oylik, yillik prognozlarni protsentda yaxshi holatda yakunlasa bo'ldi. Chunki professional razgonda oxiri minusligini, sizni ishtonsiz qoldirishini u juda ham yaxshi biladi. Bo'ldi, siz o'sha mediadagi SMMni yorib yuborayotgan, qo'pol qilib aytganda, ishtonsiz qoldiradigan treyderlarning orqasidan ergashdingiz. Ular o'zlarini professional deb atadi va shu treyderlarga ishongan holatda razgon temasiga aralashdingiz. Keling, razgonga aralashganingizdan keyin sizda qanaqa o'zgarishlar bo'ladi, shu haqida gaplashamiz. Razgonga aralashdingiz, undan avval siz gadovoy yoki haftalik yoki oylik qanchadir depozitga nisbatan summa qilish haqida fikrlayotdingiz. Aralashganingizdan keyin sizda по-любому fikr bo'ladi, kichkina summadan katta pribul qilish. Bir marta o'xshaydi, bozor sizga beradi yoki 2 marta o'xshaydi yoki 3 marta o'xshaydi. Undan keyin o'sha botqoqqa botgandan keyin sizga psixologik tarafdan qo'pol qilib aytganda dopamin bergandan keyin sizda 4-marta sliv bo'ladi, 5-marta sliv bo'ladi, 6-marta sliv bo'ladi. Dopaminni hisobiga, bu yoqdagi ichki emotsiyani hisobiga siz yana ham summani kattaytirgan holatda hamma pulni birdan yopib chiqib olaman deb turib riskovat qilish boshlaysiz. Bu yo'lda siz kredit olasiz, kimlardan qarz olasiz, qaysidir do'stingiz bilan sheriklikda ishlamoqchi bo'lasiz. Bozorga farqi yo'q, baribir oladigan summasini sizdan oladi. Undan keyin siz yondashadigan narsa, meni tradingda bilimim kam ekan deysiz. Tushunyapsizmi? Bilimim kam ekan degan holatda razgon qilib, rezultat qilib mediaga olib chiqayotgan yana shu SMMdagi treyderlarga yuzlanasiz. Ular sizga vaholanki o'rtada nima qiladi? Menga $500 yoki $1000 yoki $3000 olib men senga shuni to'lig'i bilan o'rgataman degan taklifni berishadi va shu yerda kuxnyaga aralashganingiz ochiq yuzaga chiqadi. Siz botqoqqa botganingizni o'zingiz his qilib turibsiz. Bu yerdan chiqib ketishda asosiy sizga yordam beradigan, sizga ko'mak bo'ladigan narsa bozorda iltimos qilaman protsentlar ishlash va tradingga umuman boshqa fikr bilan, boshqa psixologik podgotovka bilan, boshqa bilim bilan, aniq faktlar bilan yondashishni boshlashingiz kerak bo'ladi. Siz razgon temasiga aralashib bo'ldingiz, botqoqqa botib bo'ldingiz, qarzga ham даже kirdingiz, kreditingiz bor bo'yningizda, kimdirdan обучение ham oldingiz. Короче, sinmagan hech qanaqa bir qo'pol qilib aytganda yog'och qolmadi boshingizda. Endi qiladigan ishim nima va qanaqa qilib bu narsadan, bu situatsiyadan chiqib ketaman deydigan bo'lsangiz, во-первых, sizni o'rganadigan narsangiz bozorga to'g'ri psixologik podgotovka bilan yondashish. Bozordagi razgon temasini umuman chetga surish. Uchinchisiga keladigan bo'lsak, bozorga aniq faktlar bilan yondashish. To'rtinchisi, grafikning aldamchi harakatlariga ishonmagan holda fundamental analizga ham o'zingiz fokusingizni qaratishingiz bo'ladi. Shu narsalarni ketma-ketligini to'g'ri holatda disiplina bilan 3 oy, 4 oy, 6 oy qanchadir muddat ushlab bera oladigan bo'lsangiz, shu narsalarni o'rganadigan bo'lsangiz, sizda javob berib ayta olaman, biz qilayotgan hamma natija sizda ham kuzatiladi. Do'stim, biz qilayotgan ish sizni ham qo'lingizdan keladi. Razgon qilmasdan ham summani qanchadir miqdorda ko'tarish qo'lingizdan keladi.
siz o'zingizga psixologik travmani nima qilasiz orttirib, etak bu yoqdagi problemalaringiz o'ziga yetadi-yu, shu sababdan iltimos qilaman tradingga boshqa fikr bilan, boshqa dunyoqarash bilan, boshqa bilim bilan yondashing. Xudo xolasa, sizlar bilan yo'lda ko'rishamiz.